Assalomu alaykum, kanal obunachilari. Bizning darslarimizni kuzatib borayotganlar, biz bilan fikr almashayotganlar. Ayni paytda Jahon Otanovaysining Sog'indim g'azalini birgalikda ko'rib o'tamiz. Bu kuni ey do'stlar, farzandi jononimni sog'indim. Gado bo'lsam ne ayb ul shoh davronimni sog'indim. Bu g'azalning matlasi, birinchi bayti va keling qisqacha eslab o'tamiz. O'zi bu g'azal nima uchun yozilgan edi? Nega Uvaysi farzandini sog'indi? Gap shundaki, Uvaysi o'zbek she'riyatidagi eng mashhur shoirlardan biri. Umuman ayol she'riyatini boshlab bergan inson. E'tibor bergan bo'lsangiz, tarixda Uvaysiga qadar birorta ayol shoirasi haqida ma'lumot yo'q. Na devoni, na she'rlari haqida ma'lumot bor bizda. Uvaysi ana shunaqa ziyoli oilada katta bo'lgani uchun ham Marg'ilonda bir o'qimishli insonlar oilasida katta bo'ladi. Yoshligidan musiqa asboblari chalishni biladi, she'r yozadi, ilm o'rganadi. Keyinchalik o'zi ham maktablar ochadi. Turmushga chiqadi, ikkita farzandi bo'ladi va uning o'g'lini shoira Nodira begimning o'g'li Muhammadalixon urushga jo'natib yuboradi. Va Uvaysi ana shu bitta o'g'lini sog'inib yozgan she'ri shu. Va she'rni o'qir ekansiz, bu mening eng yaxshi ko'rgan g'azallarimdan bittasi. Baytma-bayt borar ekansiz, onaning farzandini sog'inganda nimalarni his qilishini qalbingizdan tuya olasiz, tushuna olasiz. Ya'ni bugun ey do'stlar, men chiroyli bolamni sog'indim. Gado bo'lsam ayb emas bu. Ya'ni o'zimni gadodek his qilishni aybi yo'q, uyalmayman. Men o'zimning podshohimni sog'indim. Ya'ni shohi davron, davrning podshohi degani. Ya'ni hamma ona uchun o'zini o'g'illari ayniqsa podshohi, sevimli bolasi, ko'zining oqi qorasi, ya'ni o'g'lini sog'ingan deyapti. Musofirman, g'aribman, bekasu ham benavodurman. Vujudim dardga to'ldi, emdi darmonimni sog'indim. Gap shundaki, Uvaysi o'zi marg'ilonlik bo'lsa-da, Nodira begimning turmush o'rtog'i Umarxon Amiri Qo'qon xoni bo'lgandan keyin Nodira begim Qo'qonga ko'chadi va Uvaysini ham o'zi bilan olib ketadi. Uvaysi Qo'qonda yashaydi. Demak, Uvaysi uchun Qo'qon g'urbat, ya'ni musofirchilik yurti. U aytyapti, men musofirman, ya'ni bu yerlik emasman, g'aribman. G'arib ham mana shu musofir, shuningdek hech kim yo'q degani, bekasiz hech kimisi yo'q, kimsasiz, benavo, baxtsiz. Ya'ni u o'zini qanaqa his qilyapti? Begona yurtda musofir, g'arib, bekas, benavo his qilyapti va vujudi, tanasi dardga to'lib ketgan. Mana shu dardning darmoni, uni dorisi o'g'li. Agar o'g'lim kirib kelganda edi, mana shu dardlarim arirdi va tuzalib ketardim, deyapti. Tilimning zikri-yu ko'nglimning fikri yaxshi farzandim, azizim, yolg'izim, davlatli sultonimni sog'indim. Zikr qilish, eslash degani. Tilimning zikri, demak tilida tinmasdan o'g'lini aytyapti, chaqiryapti, o'g'lini ismini aytyapti. Ko'nglimning fikri yaxshi farzandim, hamisha ko'nglimda, fikrimda, tilimda bor bo'lgan meni yaxshi bolam. Meni azizim, bitta o'g'lim, mening davlatli podshohim, men seni sog'indim, deyapti. Kecha kunduz yo'lig'a muntazirdirman, tikarman ko'z, kelib holim so'ribon, ketsa mehmonimni sog'indim. Ko'z tikish, kutish degani. Kecha kunduz yo'liga muntazirman. Muntazir intizor bo'lish va ko'z tikaman. Tasavvur qiling, ona o'g'lini sog'inib eshikka tikilib o'tiribdi. Darvoza ochilsa-yu, yo eshik ochilsa, shunday o'g'li kirib kelsa va kelib bitta holimni, ahvolimni so'rab ketsa edi, men mehmonimmi, ya'ni uyimga kelib ketadigan mehmon bo'lib qolgan bolamni sog'indim. Nasibin uzmadi Tangri, ilojin topmag'ay kelsa, onam deb bo'lg'usi bag'ri qizil qonimni sog'indim. Tangri, ya'ni Alloh nasibasini uzmagan bo'lsa, rizq qo'shilgan bo'lsa, bitta ilojini topsa, oldimga kelsa, qaniydi shu bolam? Meni onam deb bag'ri qizil qon bo'ladigan, ya'ni meni yaxshi ko'radigan, meni qattiq sog'inadigan bolamni sog'indim. Qorong'u bo'ldi olam ko'zima, ushbu judolikdan ko'zu ko'nglim ziyosi mohi tobonimni sog'indim. Bu ayriliqdan, bu judolikdan ko'zimga butun dunyo qorong'u ko'rinadigan bo'ldi. Va mening o'g'lim mana shu qorong'ulikni yoritadigan, men uchun to'lin oyim, yorug'lik bera oladigan ko'nglimning nuri, deyapti. Ya'ni tasavvur qiling, uy qorong'ida shunday chiroq yoqqaningiz birdan yorishib ketdi. Uni qalbi shunaqa qorong'ida, o'g'li shunday eshikdan kirib kelsa, u uchun butun dunyosi yorug' bo'lib ketadi. Mani bekas Uvaysi yig'lagayman ro'zi shab tinmay, uyimning ziynati ko'z ravshani xonimni sog'indim. Ya'ni hech kimsasiz bo'lgan, hech kimisi yo'q bo'lgan men bekas Uvaysini, hech kimsasiz bo'lgan men Uvaysini
o'g'lim qaniydi yo'qlab kelsa va men uni sog'inib, ro'z kun degani shab, oqshom kechqurun degani, ya'ni kecha-yu kunduz degan ma'noda aytyapti. Kecha-yu kunduz, tunu kun to'xtovsiz yig'layapman. Chunki men uyimning ziynati, uyimni bezagi, ko'zimni nuri, o'zimni xonimni, podshohimni sog'indim, deyapti. Va g'azalda agar siz taxallusni ko'rsangiz bilingki, bu g'azalning maqtasi, ya'ni she'r shu bilan tugadi degan. Va afsuski, Uvaysiyning ana shu sog'inib yozgan she'ri judayam bir o'g'lini ko'rishi uni armoni bo'lib qoldi, chunki o'g'li urushdan kelmagan, afsuski. Va Uvaysiy bitta qizi bilan qoladi, qizini ham turmushga beradi. Afsuski, qizi yaxshi insonga erga tegmagan bo'lib chiqadi, ya'ni kuyov yomon odam bo'lib chiqadi. Qizi ham vafot etadi. So'ng Uvaysiy hayotini nabirasining tarbiyasi bilan o'tkazadi. Va aytishlariga qaraganda, ana shu nabiraning farzandlari haligacha Marg'ilonda yashashadi. Hozircha xayr, sizga aytmoqchi bo'lganlarim shu edi.